Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz yurtdoshlar, yana Xudo xolasa 2 kun oldin video chiqarib edik. Shuni fasad ishlarimizni tugatib, abo ishlari boshlandi. Xudo xolasa endi abo ishlarini tugatib, bitgan jarayonlarni ko'rsatib o'tacakmiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Endi Xudo xolasa ishlarimizni ko'rsatib o'tamiz. Yana berib telefon, чтобы hamma yer aboy bo'lmasligi uchun televizor bir ekran qoldirdik. Чтобы нормальный televizor joyi ko'rsam qolish uchun televizorni o'zi aboyda tursa boshqacha ko'rinadi. Shuning uchun televizor joyini o'zini отдельно ishlab berdik. O'zimizdan chiqqan holatda bo'lmasa, prямо aboy yopishtirib ketdi va egalari o'zimizdan shunday narsalar yasab berdik. Elektr stansiyalarni, elektrik ishlarini o'zimiz ishlab beramiz. Zamonaviy holatda antena, rozetkasi, как положено hamma narsa ichida bo'ladi. O'z ko'rib tomosha qilaverasizlar. Duoda bo'lib qo'yasizlar. Yetkazgan vaqtingizni rozi bo'linglar. Videolarni tarqatamiz, like'larni bosamiz. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasizlar. Fotolarni ishlamadik. Bu joyni keyingi joyini ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. Bak, положение meni ko'rishlaringiz mumkin. İşlerini almashlamadı, o'zini eshitishni qoldi. Keyingi kanalni ko'rsatib o'taman, xudo xolasa. Bizdan uzoqlashma. Yana bu keyingi kanalimiz bo'ladi, xudo xolasa. O'zingiz baho beraverasizlar. Otechenga o'xshagan aboydan yopishtirsak, ochiq, tiniq rang. Patologlar ham baho berasizlar, notojniy xizmatlar ham bopsadi. Lyustralarni o'rnatib berdik egalarni. Tomosha qilaverasizlar. Kunga bersin kaptonlarni, kafellardan bosib berdik. Kraskalarni urib berdik. Tomosha qilaverasizlar. Filmsiz, yana po'pak, как положено hamma narsasini yopishtirib egalarni topshirdik, xudo xolasa. Lyustralardan o'zlariga yarashadigan moslab, tanlab qo'yib berdik. Tomosha qilaverasizlar. Aboy cho'tki holatda bosilgan. O'g'illardan bu xabar berasizlar. Eslatib o'taman, notojniy xizmatlar ham bor bizda. Ekrandan nomer qoldirib qo'yaman. Bemalol kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, aloqa chiqaveradi. Bizda aboy bosisi 35 ming so'mdan. Bir slosh bog'labki, aboy 35 ming so'mdan. Plyonslari ichida, po'pak ham ichida. Boshqa yerda boshqa ustalar отдельно oladi eshitdik. Bizda bunday emas. Bizda hozircha plyonsiz po'pak ichida 35 ming so'm. Bir sloy shpoqlovkisi bilan. Boshqa rotbot urilsa, boshqachasi yana bo'ladi. Rotbotning sloyi 10 ming so'mdan. Buni ham aytib o'tayin. Yetkazgan vaqtingizni rozi bo'linglar. Ishlarimizni like'larni bosib, ko'pchilikka yetib borishga sababchi bo'linglar. Duoda bo'lib qo'yinglar. O'zingiz tomosha etib, like'larni bosaverasizlar. Ekrandan nomer qoldiraman. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqa chiqaverasiz.